Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'p turgan bu tashqi fasadlaring Gifkamin nomli bo'ladi. Buni mahsulotga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beriladi. Ustagamiz o'zidan bir to'g'ri ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum, Jahon aka. Bir ma'lumot bersangiz. Bu narsamiz aka Gifkamin bo'ladi. 1 kvadrati 90 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Bu uyimiz 100 kvadratli joyimizni 80 kvadratli joyda Gifkaminda o'zini qilib berganmiz. Tayyor shkatulka devor edi. Zokilarimiz terma Gifkamin edi. Ovozini eshitib turibsiz aka. Garantiyalar beriladi 10 yildan 15 yilgacha. So'kilimizni 150 mingdan, devorimizni 90 ming so'mdan qilib berganmiz aka. Patologga moslab turib, devorda kombinatsiya qilib berilgan. To'qseri, ochseri, ramkalarni oldi qora qilib. Ko'rib turgan bu tashqi fasadlaringni kimda kim qoldirmoqchi bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'yinga tushyapti. Kararını bilmek yok mu? Sevgime aylan hop hop, kalbime caylan hop. Bilmeymen buldum vayran hop hop. Sevgime aylan hop hop. Oy oy oy, bu nimasi bu? Vahşi chiroyli-ku, kiyimli modniyu, and I love you. Berila manga suv, qanaqasi bu? 15 yilga garantiyali Gifkamin xizmati do'stlar, ko'rib bitta baho beringlar. 250 kvadratga tashqi fasadga uyda kira olishiga yopishtirib berishdi do'stlar. Xo'p, Gifkaminda afzalligi do'stlar, xo'p, to'kilib ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi, sho'rlamaydi, hech narsa qilmaydi. Eng qizig'i tabiiy toshlardan ishlangan bo'ladi, rangi ham o'chib ketmaydi, 15 yil duolizdan tushib ketmaydi. Xo'p, do'stlar, sochini ham xuddi shundan bo'lgan. Gifkaminda o'zi 1 kvadrat 50 ming so'm, usta haqqisi 40 ming so'm, o'sha 90 ming so'mdan tayyor bo'lishi usta haqqi. Xomashi yo'q, abetini qilib berasiz, xullas bo'ldi. Qolgan hamma o'zlari bilan olib kelishadi. Acharamiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Kimga shunaqa Gifkamin xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammamizga mana shunaqa chiroyli fasadlar qildirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Qalam ko'tarildi, sahifalar quradi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat. Desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo.
Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya bekor o'tiraveradi. Birodarlar, Sizni shilakablikdan qilasizmi? Mana bunday sinchdan qilasizmi? Baribir tashqi fasad uchun nimadir qilish kerak. Bir sizlarga gibki kamin taklif qilamiz. Bu 2023-yildan beri trendga tushmaydigan fasad bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'tda yonma, suvda cho'kmas bo'ladi. Bemalol loy surkaysizmi? Nima surkasangiz ham hech narsa qilmaydi. Kalchillar bemalol foydalansalaring bo'ladi. Quyoshga ham, yomg'irga ham hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Garantiyalar 15 yil ekan, narxlar keladigan bo'lsa, Farg'ona bo'yicha 90 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida ekan, uyda egasida faqat lesasi kerak bo'ladi. Oziq-ovqatini yotg'ini qilib bersalaring bo'ldi. Uzoqroq joylarga ozmasini qo'shilar ekan narxlar. Kimga mana shunday sifatli bo'lgan gibki kaminlar kerak bo'lsa, ekrandan nimalar aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib ustakalarimiz ajoyib narxlarda qilib berar ekan, aloqa chiqarasizlar. Uyingizni tashqi fasadini mana bunday gibki kamindan qilsangiz ham, bolalar, yosh bolalar mana bunday qilib loyda surkab qo'ysa, qulog'ini cho'zib surkish shart emas. Bu O'zbekistonda yangilik bo'ladi. Mana pomidorni ham sizlarga surkab ko'rsatamiz. Hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Asosiysi 15 yil garantiya berilar ekan. Mana bolalaringiz loyda surkab qo'ysa, so'kmaysizlar. Mana shunday kelib turib, o'zi yengilgina cho'tkalar yuvib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, hech narsa qilmaydi. Suvda bemalol kalchillar yutalaring bo'ladi. Quyosh tutsa hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Bu zo'r tomoni quyosh tutsa ham hech narsa qilmaydi. Mana bunday loy surkasi ham yuvib tashlaverasiz. Bemalol kalchillar foydalansalaring bo'ladi. Farg'ona bo'yicha 90 ming so'mdan hamma narsalari ichida ekan, sizdan o'sha lesasi oziq-ovqatini qilib bersalaring bo'ldi ekan, uzoq joylarga oz-moz narxlar qo'shilar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, atigi 90 ming so'mdan ekan, do'stlar 15 yil garantiyalar bor ekan, bemalol o'tda yonmas, suvda cho'kmas bo'ladi. Uyingizga kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Tamom. birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malollanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? Ey o'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya bekor o'tiraveradi. Birodarlar, Mana Terma gibki kaminlar obyektimiz yana bitta. Xudo xolasa, Qo'qondagi joyimiz 12 million so'mga 67 kvadrat ishlama joyimiz. O'zi chiqqani, jicha stupkasi bilan utepленный bo'lib bitgan. Issiq sovuq dushaydigan, dual tekizligi tekis, xudo xolasa. G'ish sariq ko'rinishda, so'killari shikalat rang bo'lib bitgan. Tevalari, romlar atrof polni klinker tortilgan. Darvozani chekkalari ham, xudo xolasa. Har yog'ini ham ajoyib chiroyli qilib chiqarganmiz. Hamma joyi terma, issiq sovuq dushaydigan bo'lib bitgan. Assalomu alaykum Sulton.
Fasat obunachilar, mana hozirgi uyimiz Farg'ona viloyati Furqat tumani Ayritom qishlog'ida bo'lyapti. Assalomu alaykum Sulton Fasat obunachilar, mana hozirgi uyimiz Ayritom qishlog'idagi bitirayotgan uyimiz bo'lyapti. Bu uyimizda hozir laklanish jarayonida. Lak urilyapti bugun.